Ko'pincha ota-onalardan bir xil savol eshitaman. Bolam faol, shikoyatimiz yo'q, hamma yeri yaxshi, lekin qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishimiz kerakmi? Bu mutlaqo to'g'ri savol. Bolani rivojlanishi to'g'ri ketyaptimi, yo'qmi, yoki unda qandaydir yashirin, hozircha shikoyati bo'lmagan kasalliklar bormi, yo'qmi, yoki bolada hali yuzaga chiqib ulgurmagan tug'ma nuqsonlar ichki a'zolarda bor bo'lishi mumkin, o'shalar bormi, yo'qmi? Aynan shunday profilaktik tekshiruvlarda, ya'ni check-uplarda aniqlash imkoni bor. Bola sog'lig'ini kuzatuvini 1 oyligidayoq boshlaymiz. U oyda qancha vazn qo'shdi, bo'yi qancha o'sdi, bosh aylanasi, ko'krak aylanasi, uni bu hayotga homiladorlik davridan keyin moslashuvi qanday kechayapti, ya'ni uning psixomotor rivojlanishini baholaymiz. Hammasi yaxshimikan va shu orada bolani onasida ona sutini ajrab chiqarishi, bolaga sut yetyaptimi yo'qmi savollariga ham javob beramiz. Bolani o'sish va rivojlanishida bir nechta keskin o'sish davrlari bor bo'lib, bu 1 yoshgacha davri, 3-4 yoshi, 6-7 yoshi va o'smirlik davridir. Aynan shu davrlarda bolaning yurak qon tomir tizimi, tayanch harakat tizimi, asab tizimi va gormonlari odatdagidan zo'riqibroq ishlaydi. Uy sharoitida aniqlashni ilojisi bo'lmagan shunday holatlar borki, bu vitaminlar va mikroelementlar tanqisligi, misol uchun vitamin D yetishmovchiligi, kamqonlik, qalqonsimon bezidagi buzilishlar, ko'rish va eshitishdagi turli muammolar, ularni faqat maxsus tekshiruvlar yordamida aniqlash mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz har yoshga mos bo'lgan tekshiruvlarni o'z ichiga olgan check-uplarni yaratdik. Check-up bu bolani yoshiga mos tekshiruvlarni o'z ichiga olgan dasturdir. Check-uplar ichiga pediatr va boshqa tor doiradagi mutaxassislar ko'riklari, laborator tahlillar va instrumental tekshiruvlar kiradi. Agarda bolada shikoyatlar va rivojlanishning o'ziga xosliklari bor bo'lsa, biz bu tekshiruvlarni kengaytirishimiz mumkin. Bizning maqsadimiz iloji boricha ko'proq analizlarni topshirish emas, bolaning sog'lig'i haqida aniq, tiniq ma'lumotga ega bo'lish. Nega aynan bolalar milliy tibbiyot markazi? Barcha tekshiruvlar bir kunda o'tkaziladi. Tahlillar navbatsiz joyida olinadi. Shifokor qabuli yoki tekshiruvni kutish shart emas. Bolaga bu jarayonni bosib o'tishda yordam beradigan shaxsiy koordinator hamrohlik qiladi. Ertasi kuni esa ota-onalar nafaqat shifokorlar xulosasini, balki bolaning sog'lig'i haqida batafsil ma'lumotni va ovqatlanish, jismoniy faollik va sport, emlash, keyingi kuzatuv bo'yicha tavsiyalar oladilar. Tekshiruvlar katta tajribaga ega shifokorlar tomonidan o'tkaziladi. Ko'plab mutaxassislarimiz xorijda malaka oshirgan va zamonaviy klinik yondashuvlar asosida ishlamoqda. Bolalar milliy tibbiyot markazi xalqaro GCI sertifikatiga ega bo'lgan dunyodagi 1000 ta eng yaxshi shifoxonalar qatoriga kiradi. Bolalar check-uplari qo'rqitish yoki kasallik izlash emas, balki bolaning kelajakdagi sog'lig'i haqida qayg'urish va xotirjamlik demakdir. Doktor Davron, sog'lom bolalar uchun profilaktikada lor ko'rigi kerakmi? Hozirgi kunda men o'ylayman, yilda 2 marta yoki 1 marta sog'lom bolalarni ham lor ko'rigidan o'tkazish. Sababi ko'rik vaqtida siz yosh bola, endi agar gap maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalar haqida ketayotgan bo'lsa, ular hali ko'p narsani tushunmaydi, shikoyati, aynan qaysi a'zosi og'riyotganligi yoki u a'zoni nomi nimaligini ham hali to'liq bilmaydi ular. Shunaqa holatda siz bizada ko'pincha bu topilmalar bo'lib qoladi. Masalan, bola burnidan yaxshi nafas olmaydi, ota-ona ishda vaqti yo'q, e'tibor berishmaydi. O'sha adenoidlar vegetatsiyasi, operativ davoga muhtoj bo'lgan bola burnidan yaxshi nafas ola olmasdan, uyqusida qiynalib yurgan bo'ladi-da, u maktabga chiqqandan keyin sinfdoshlaridan, tengdoshlariga nisbatan o'zlashtirishdan orqada qolishni boshlaydi. Chunki burundan yaxshi nafas olmagandan keyin, yaxshi kislorod o'tmagandan keyin burundan bu albatta uyquga, asabga, o'zlashtirishga, maktabdagi baholariga ham ta'sir qilishni boshlaydi bolani. Agar e'tibor bermasa, bu borib o'sha sinfdoshlarini ichida masalan o'sha yodlashga yoki harflarni o'qishga orqada qovursa, bolani o'zida komplekslar boshlanishi mumkin. Chunki o'sha baholari past bo'ladigan bo'lsa, shuning uchun men o'ylayman, shikoyati bo'lmagan holatda ham bolalarni o'sha yilda 2 marta, hech bo'lmasa yilda 1 marta mana shu umumiy tekshiruvdan o'tkazganda lor ko'rigidan o'tkazish kerak. Sog'lom paytida. Sog'lom paytida. Ilk bora bolajon qachon lor ko'rigiga olib kelinishi kerak?
Xo'p, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni lor ko'rigida olib kelish agar hech qanaqa shikoyatlari bo'lmasa 6 oyligida va 1 yoshligida o'tkazilgan ma'qul. Chunki ko'pincha tug'ruqxonalarda bolani eshitishi tekshirib chiqariladi. U tekshiruv usuli ham lekin 100% informativniy hisoblanmaydi. Uni o'sha 6 oyligida va 1 yoshligida lor ko'rigida quloqlari, tashqi eshituv yo'li, nog'ora pardasini ahvoli hamda eshitishini tekshirish bu ota-onalarni keyinchalik bolani nutq chiqishida orqada qolishi, o'zlashtirishdan orqada qolishini oldini olishda ancha samarali, foydali bo'lgan bo'lardi. Bola eshitayotgan bo'lsa-da, lekin eshitishi bilan muammosi bor bo'lishi mumkinmi? Juda ham yaxshi savol. Bu bo'lishi mumkin, chunki bola agar eshitishi bilan muammosi eshitish pastligi bo'lsa, bu bizni bilishimiz kerak bo'lgan narsa har doim 100% eshitmay qoladi degani emas. Eshitish pastligini darajalari bor. Bolani balki eshitish darajasi past bo'lib turib, lekin bunga shikoyat qilmasdan yurgan bo'lishi mumkin. Buni bir ota-onalar e'tiborsizlik deb qabul qilayotgan bo'lishi mumkin yoki bolani xarakteri bilan bog'layotgan bo'lishi mumkin. Aslida bu jarayonda bolaning hech qanaqa aybi bo'lmaydi. Eshitishi past bola ham past bo'lsa ham qanchadir miqdorda eshitayotgan bo'ladi. Bu birinchi tomoni. Masalani ikkinchi tomoni bizada quloq, ko'z bular juft organlar hisoblanadi. Har doim ikkinchisi agar birinchisi ishlamasa ham ikkinchisi o'rnini qoplab ketaveradi. Ya'ni bolani bir qulog'i umuman eshitmayotgan bo'lsa ham sog'lom qulog'ini hisobiga bemalol eshitib yurgan bo'lishi mumkin. Bu faqat yomon tomoni o'sha topologiyasi, ya'ni tovushni qayerdan kelayotganini bola ajrata olmay qoladi. Agar bitta qulog'ida eshitib, sog'lom quloq bilan eshitib, nosog'lom qulog'i 100% eshitmayotgan bo'lsa ham, bu xavfli hisoblanadi, chunki o'sha xavf tovush baribir bizga evolyutsion jihatdan o'sha xavfni qayerdan kelayotganligini aniqlab olish uchun. Bu o'sha bir tomon qulog'i umuman eshitmayotgan bola ham xuddi normal eshitayotgandek yurgan bo'lishi mumkin. Demak, buni profilaktik ko'rikda lor aniqlay oladi. Profilaktik ko'rikda akumetriya degan tekshiruv usullari bor, rechivoy audiometriya, ya'ni so'z orqali suhbat audiometriyasi bor. Shu bilan oldin tekshiriladi. Agar zarurat tug'ilsa, o'sha surdolog mutaxassisimizga yo'naltiriladi. Ular ko'rik vaqtida bolada eshitish pastligi bor yo'qligi bo'ladigan bo'lsa, qanaqa turdagi eshitish pastligi, nechinchi darajadagi eshitish pastligi borligini aniqlab beradilar. Shunga qarab keyingi davo choralari yoki davolash taktikasi tanlanadi. Bolalar milliy tibbiyot markazida siz aytib o'tgan tekshiruvlarni amalga oshira olamizmi? Hozirgi kunda bolalar milliy tibbiyot markazida bolalarda lor sohasidagi barcha tekshiruv usullari va zarurat tug'ilsa barcha davolash, ambulator hamda operativ muolajalar o'tkazishga barcha shart-sharoitlar mavjud. Doktor Alisher, qachon bolani ilk bora bolalar kardiologiga ko'rsatish kerak? Birinchi bolani tekshiruvi neonatolog tomonidan tug'ilgandan keyin amalga oshiriladi. Aynan o'sha paytda chuqur tekshiruvlardan keyin hech qanaqangi bir ularni shubhalantiradigan narsalar bo'lmasa, kardiolog ko'rigi shart emas tug'ilgan paytda. Birinchi ko'rik odatda poliklinikaga chiqqan paytda, emlashlarni olgan paytda ko'rikdan o'tishi mumkin bo'ladi. Yurak nuqsonlariga, tug'ma nuqsonlariga to'xtaladigan bo'lsak, yengil darajasi o'zini hech qanaqa alomatlarini bermaydi. Tug'ilgan paytda 1 yosh, 2 yosh, 5 yosh, 10 yoshgacha ham alomatini bermasligi mumkin. Shuning uchun har doim shu neonatolog, pediatr tekshiruvlarida sog'lom sifatida o'tib ketish ehtimoli ham bor. Biz tavsiya qilamiz shu emlashlardan oldin bitta chuqur tekshiruvlardan o'tgani ma'qul bo'ladi. Sog'lom bolani qachon bolalar kardiologiga ko'rsatishimiz kerak? Sog'lom bolalarni kardiologga ko'rigi asosan o'sha agar bola sportga qatnashmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ota-onalar sportga berishdan oldin bitta kardiolog tekshiruvdan o'tib qo'yib, agar bu sport bilan intensiv shug'ullanish maqsadida bo'ladigan bo'lsa, har 6 oyda tekshiruvdan o'tib turganlari ma'qul. Birinchi borasiga ekokardiografiya, keyingi tekshiruvlarda EKGni o'zi yetarli bo'ladi. Nima uchun? Agar sport bilan intensiv shug'ullanadigan bo'lsa, professional darajada shug'ullanganlarda aritmiyalar paydo bo'lish ehtimoli bo'ladi. Agarda bolada hech qanday shikoyat bo'lmasa-da, lekin unda kardiologik, ya'ni yurak muammosi bor bo'lishi mumkinmi?
bola shikoyati bo'lmasdan turib ota-ona hech qanaqa shikoyat bildirmasa ham yurak nuqsoni bo'lish ehtimoli bor. Boyaga aytganimizdek, yengil darajasida hech qanaqangi alomatlari bo'lmaydi. Ota-ona ham buni sezmasligi mumkin, pediatr ham hech qanaqa shovqinlarni eshitmaydi, ko'karishlari bo'lmaydi, qansirashlari bo'lmasligi mumkin. Chuqur tekshiruvlarda, ayniqsa exokardiografiya tekshiruvida bu narsa aniqlanish ehtimoli bor. Shovqin borligi, bolani auskultativ yuragida shovqin eshitilishi bu albatta yurak nuqsoni bor deganimi yokida shovqin eshitmasa ham nuqsoni aniq yo'q deganimi shu? Juda ham yaxshi savol. Shovqin bor degani bu yurak nuqsoni degani emas va aksincha shovqin yo'q degani bu yurak nuqsoni yo'q degani emas. Yurak nuqsoni bor yoki yo'qligini aniqlash uchun bizga exokardiografiya tekshiruvi обязательно kerak bo'ladi. Bolalar milliy tibbiyot markazida shu tekshiruvlarni o'tkazishga hamma imkoniyat bormi? Hozirgi kunda bolalar milliy tibbiyot markazida yurak tug'ma nuqsonlarini hammasini tekshirish imkoni bor. Kelgandan shu exokardiografiya birinchi o'rinda exoni bajaramiz. Agar unda ko'rish imkoni bo'lmaydigan holatlar bo'ladi, 5% paroklar. U holatlarda kompyuter tomografiyasi va MRT bizda mavjud. U holatlarda ham aniqlanish imkoni past bo'lgan kasalliklarni biz angiografiyada aniqlash imkonimiz bor shu markazda. Davo choralarchi hamma kardiologik operatsiyalar bu markazda bajariladimi? Bizning markazimizda hozirgi kunda rivojlangan davlatlarning eng yetuk ilg'or klinikalarida bajarish mumkin bo'lgan operatsiyalarning deyarli barchasini bajarish imkoni bor. Faqatgina bitta shu yurak transplantatsiyasidan boshqa hamma operatsiyalar hozirgi kunda bajarilib kelinmoqda. Doktor Alisher, siz bu operatsiyalarni bajarishni qayerda o'rgangansiz? Bizning markazimizda har yil har bitta mutaxassis chet elga chiqib malaka oshirib kelishga majbur. Bu yaxshi majburiyatlardan biri, o'zimiz ham xursand bo'lamiz. Oxirgi borib kelganim Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 oy davomida malaka oshirib keldim, Kaliforniyada UC Davis klinikasida. Undan oldin Germaniyada, Turkiyada, Koreya kabi davlatlarda malaka oshirganman. Sog'lom bolalarga UZI, ya'ni ultratovush tekshiruvi kerakmi? Ha bo'lsa, necha yoshda kerak yoki yiliga necha marta? Sog'lom bolalarga ultratovush tekshiruvi albatta kerak. Sababi ko'pchilik tug'ma nuqsonli patologiyalarni o'tkazib yuborishi mumkin. Ya'ni bizga ko'p marotaba onalaridan, adalaridan muammo keladiki, nega biz bilmaganmiz, bolamiz sog'lom. Bizani necha yillik amaliyotimiz shu narsani ko'rsatdiki, bolangiz sog'lom bo'lsa ham uni hech bo'lmaganda 1 yilda 1 marotaba ko'rikdan o'tkazishingiz shart. Хорошая у нас селезеночка. Ой, Асялим, какая ты у меня холёсая. Рыбка маленькая. Рыбка маленькая. Запоминаем, да? Все, это рыбка маленькая. Shunda biz hech qanaqa nuqsonlarni, tug'ma nuqsonlarni o'tkazib olmaymiz. Bu narsa haqiqatan oiz homilador paytida qanaqadir shamollashlar o'tkazgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir infeksion kasalliklar o'tkazgan asoratida u narsa bildirmaydi-da, o'sha bola katta bo'lganda qorin og'riq bilan shunaqa pochkasida muammo bilan kelishi mumkin. Javobingizga qaraganda, demak yilda 1 marta yoki chaqaloqligida 1 marta tug'ma nuqson bor yo'qligini aniqlash uchun ultratovush tekshiruvini qilsak yetar ekanda, orttirilgan kasalliklarni erta aniqlash uchun ultratovush tekshiruvini ahamiyati qanchalik? Agar orttirilgan, ya'ni bizda dispanser nazoratida turgan, tez-tez shamollab turadigan bolalar, ular o'zini davolovchi shifokorlari tomonidan bizga yo'naltiriladi. Ya'ni qaysiki bolalar 1 oyda 1 marta, 3 oyda 1 marta, 6 oyda 1 marta o'zini dispanser nazoratidagi o'zini ko'rik jadvali bo'ladi. Buni o'zlarini davolovchi doktorlari nazorat qilib bizga yo'naltiradi. Davriy ravishda bu narsa takrorlanadi. А это аквариум, смотри, Самина. Какой большой аквариум, смотри. Там рыбка живет. Да, рыбка живет. Когда ты будешь хорошо кушать, эта еда будет попадать на рыбку, чтобы она кушала туда. UZI tekshiruvini o'tish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Agar oshqozon ichak muammolari bilan kelgan bemorlar bo'lsa, biz ularga maslahat qilamiz. Ultratovush tekshiruviga kelishdan 1 kun oldin tozalovchi hukna qilinsin nonli, bo'tqali, kartoshkali mahsulotlarni kamroq iste'mol qilishini, o'sha kuni iloji boricha bermaslikni tavsiya qilamiz ota-onalardan. Boshqa a'zolar uchun demak maxsus tayyorgarlik shart. Siydik a'zolari uchun urologilarimizga keladigan bemorlarga esa
ultratovush tekshiruvidan oldin 1 soat, yarim soat quvg'ini to'ldirishni tavsiya qilamiz. Bolalar milliy tibbiyot markazida homilada tug'ma nuqsonlarni aniqlash bo'yicha tekshiruv skrininglar yo'lga qo'yilganmi? Eng muhim savolni berdingiz. Bugungi kunda bu narsa davlat tomonidan ham kuchli nazoratga olingan. Skrining sentrlarda eng oxirgi markadagi modeldagi apparatlar o'rnatilgan. Shu nuqson bilan kurashish maqsadida, ya'ni skrining tekshiruvi bo'yicha har xil dasturlarni, chet el adabiyotlari, onlayn kurslarini yoki bo'lmasam Toshkent davlat malaka oshirish markazida bilimimizni oshirib ko'ramiz. Agar qanaqaki muammolar bo'lsa, bizani har bitta doktorimiz shunaqangi mukammal darajadagi bilimga egaki, chet elda malaka oshirib kelganligi uchun tug'ma nuqsonlarni ularga bemalol qo'rqmasdan biza skrining paytida qanaqadir nuqson aniqlasak, bizdan tashqari, ya'ni masalan fetalni echokardiografiyani aytaman, o'zimizni kardiologlarimiz fetalni echokardiografiyani qilishadi. Homiladorlikning nechinchi haftasida skrining uchun bolalar milliy tibbiyot markaziga murojaat qilish kerak? Birinchi skrining o'sha ona, homilador ayol o'zini homiladorligini payqagandan keyin o'zida har xil o'zgarishlar sezadi. Ya'ni o'ziga keldi. Ikkinchisi o'sha yurak urish paydo bo'lgandan keyin, o'shandan keyin biz unga o'sha ogohlantiramiz. Ya'ni senda birinchi skrining 11-haftadan to 13-haftani 6-kunigacha, ikkinchi skrining 18-haftadan 22-haftagacha. U ikkinchi skrining yana davom etadi, ya'ni 24-25-haftalikda hozir shunaqa fetalni echokardiografia, ya'ni yurakning ayrim qismlarini kichkina haftasida bilolmaganligimiz sababli 24-25-haftadan yana bitta boshqatdan yuragi uchun, boshi uchun yana bitta ikkinchi skriningni qaytalaymiz. O'sha 3-skrining bu o'sha ginekologning nazorati bilan 28-haftadan keyin, ya'ni bu Doppler hisoblanadi. Qon tomirlar bilan bolada miyada qon aylanish yaxshimi, onada qon aylanish yaxshimi, qachon tug'ruq bo'ladi, shu kabi savollarga onaga javob berishimiz mumkin. Doktor Elbek, shikoyati yo'q bolalarni endokrinologga ko'rsatish kerakmi? Ha bo'lsa qachon? Agar bolalarda hech qanday shikoyat belgilari bo'lmasa va u pediatr nazoratida olib borilayotgan bo'lsa, unda o'sish, rivojlanish ko'rsatkichlari yosh norma chegarasiga mos bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda endokrinolog ko'rigi kerak bo'lmasligi mumkin. Ba'zi endokrin kasalliklar klinik belgilari nospesifik bo'ladi, ya'ni umumiy kasalliklarga xos bo'lishi mumkin. Ayniqsa bu maktab davrdagi bolalarda, misol uchun gipotireoz, teri qurishi, o'qishdagi o'zlashtirishdagi pasayish, qiziqishlarning pasayishi yoki dangasalik, ich qotishi kabi umumiy simptomlar bilan kechishi mumkin. Bu holatlarda ham endokrinolog ko'rigi kerak bo'ladi. Va ikkinchi profilaktik ko'rik bu bolalarni jinsiy rivojlanish vaqti, ya'ni qizlarda bu 9, 11, 12 yosh atrofida, o'g'il bolalarda sal kechroq 12, 14 yosh atrofida albatta endokrinolog ko'rigidan profilaktik o'tkazib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolada shikoyati bo'lmasa-yu, lekin endokrinologik kasalligi bor bo'lishi mumkinmi? Ba'zi endokrin kasalliklarning klinik belgilari nospesifik bo'ladi, ya'ni shikoyatlar umumiy shikoyatlar bilan bir xil bo'lganligi sababli bunday holatlarda endokrinolog tomonidan ko'rik kerak bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun bolalarda tez-tez uchraydigan gipotireoz, ya'ni qalqonsimon bez faoliyatini pasayishi bolalarda umumiy simptomlar bilan kechadi. Misol uchun bular ich qotishi, soch to'kilishi yoki uyquchanlik, holsizlik, tez charchab qolish, o'qish va o'zlashtirishdagi orqada qolish kabi shikoyatlar bilan kechishi mumkin. Undan tashqari bolalarda jinsiy rivojlanishni ham agar ota-onasi kuzatib turmasa yoki pediatr tomonidan kuzatilmasa, ularni kechga qolayotganligi yoki kechikish bo'layotganligini o'z vaqtida aniqlay olmay qolish mumkin. Qaysi ortopedik muammolar bolani bezovta qilmaydi, lekin uning sog'lig'i uchun ahamiyatlidir? Xo'p, bulardan ortopedik muammolardan birinchisi va asosiysi bu son chanoq bo'g'imini displaziyasi va son suyaklarini to'g'ima chiqishi va chala chiqishlari. Sabab bolani ota-onasi bu klinik belgilarni bilmasligi mumkin va hech qanaqa og'riqlar va bolada har xil shikoyatlar bo'lmasligi mumkin, lekin ortopedik ko'rikda bu kasalliklarni aniqlanadi va bu kasalliklar agar aniqlanib, erta aniqlanib va davolanmasa, kelajakda har xil asoratlarga olib keladi. Masalan, oqsoqlanish, yurishi notabiiylashishi, oyoqlarni ichkariga yoki tashqariga tashlab
yurishi, og'riq, displastik ko'ksa artrozlarga olib kelishi mumkin. Kelajakda agar bu qiz bola bo'lsa, unda tug'ruq jarayoniga bu xalal beradimi, yo'qmi? Agar bu o'g'il bola bo'lsa, balkim u sport bilan shug'ullanishi yoki armiyaga borishiga xalal beradimi? Xo'p, agar o'g'il bolaga keladigan bo'lsa, agar son suyaklarini tug'ma chiqishini davolanmasa, bu nogironlikka olib keladi. Birinchi navbatda nogironlar, bilasiz, sport bilan shug'ullanishi mumkin emas va armiyaga borishi ham mumkin emas. Qizlarga keladigan bo'lsa, tug'ruq mumkin, kesarva secheniya bilan tug'ish mumkin, lekin tabiiy yo'l yordamida tug'ish mumkin emas. Men o'zimni statistikani aytolmayman. Men masalan bir kunda 30 ga yaqin kasallarni qabul qilaman. Shulardan o'rtacha 5-10 tasida displaziya va son suyaklarning tug'ma chiqishi bilan bo'lgan bemorlarni kunda qabul qilaman. Shikoyati yo'q bolalarga ortoped ko'rigi qachon kerak? Xo'p, shikoyati yo'q bolalarga birinchi o'zi ortopedik ko'rik bolani 3 oyligiga to'g'ri keladi. Keyin har 6 oyda ko'riladi. Agar bolada hech qanaqa shikoyatlari bo'lmasa, har 6 oyda bir marta ko'rish kerak. 18 yoshgacha har 6 oyda ko'rikka kelish kerakmi? 18 yoshgacha emas, 15-16 yoshgacha har 6 oyda ko'rikda bo'lish kerak. Sabab bolani eng aktiv o'sadigan vaqti bu 14-15 yoshgacha. Va bu ortopedik kasalliklar aynan shu yoshda avj oladi va kuchayadi. Assalomu alaykum, Islona. 안녕하세요. 저희 국립아동병원은 우즈벡 최초로 JCI 인증을 받은 병원으로서 소아 검진에 꼭 필요한 검사들을 진행하고 있습니다. 헤마톨로지, 응고, 호르몬 검사, 그리고 바이오케미스트리, 그리고 클리아 검사를 포함한 다양한 검사들을 진행하고 있습니다. 그리고 저희 병원 검사실은 보시다시피 모두 풀리 오토메이트 되어 있고 일본에서 온 장비로 검사를 모두 진행하고 있습니다. 그리고 저희 병원 검사실은 영국에서 진행하는 외부 정도 관리도 꼭 참가하고 있어서 정말 신뢰할 수 있을 만한 결과를 제공하고 있습니다.